Sizlar meni o'rnimga soliq yig'asizlar. Qani ketdik. Sen menga soliq ber, aks holda o'lasan. Qo'y, sen ham menga soliq ber. Bermaysanmi? O'lib ket. Qo'yil, meni rejalarimni hammasi ishlayapti. Biz buyruq bilan topdik. Ajoyib. Endi men Jiroxdan aniq qasos olaman. Hali u mendan ko'radi. Tezroq ishga tushinglar. Tezroq. Siz bu dastakni bosib faollashtirasiz. Juda yaxshi. Jirox kelmasdan ishga tushir. Nima? Buyruq bo'logini oldida nima qilyapsizlar? Men seni o'ldiraman. Voy, salom Jirox. Sen keldingmi? Endi esa Men seni o'ldiraman. Nima? Men survivaldamanmi? Yo'q. uni qo'lga oling. Va men qayerdaman? Sen mening qamoqxonamdasan. Endi esa men dunyoni bosib olaman va sen bu yerda bir umr qolib ketasan. Hayır, Jirox, omon bo'l. Hayır, yaxshi damlar ol. Sen bir umr bu yerda qolib ketasan. Shu gapingga bulbulcham deysan. Men hali bu sassiq qamoqxonangdan chiqaman. Oradan 1 oy o'tdi, 3 oy o'tdi va oxirida 6 oy o'tdi. Shunda Jiroxni qidira boshlashdi. Jirox qayerda? U kreativdagi xohlagan joyga borishi mumkin. Mayli, men unda qidirgani ketdim. Endi nima qilaman? Jirox qayerda ekan? Hoy, kim bu? Biz yangi soliq yig'uvchilarmiz. Bizga soliqlarni ber. Jirox qayerda? Jirox o'ldi. Jirox endi yo'q. Jiroxning o'rniga yangi hukmdor keldi. Hoy, qishloqlar, meni eshitlaring. Jirox endi o'ldi. Menga soliqni ber. Soliqni bermaganlar o'ladi. Jirox shu yerdaligi yaxshi-da. Qochib qolinglar. Yo'q, men albatta bu sassiq qamoqxonadan chiqaman. Nima bu yerga kim kelyapti? Bilaysan, bu seni 1 yillik ovqating. Va ustidan kulyapsizlarmi? Men shu sassiq kartoshkani yeyishim kerakmi? Xo'jayin, biz 64 mingta qishloqlarni qo'lga oldik. Ajoyib, juda yaxshi. Endi men dunyoni albatta bosib olaman. Jirox soliq qilgan ishlar uchun katta pushaymon bo'lib, katta badal to'laydi. Shunda yangi hukmdor dunyoni boshqara boshladi. Jirox esa nima qilishni bilmay o'tirar edi. Videoni oxirigacha ko'ring. Men bu yerdan chiqishim kerak. Albatta bu yerdan men chiqaman. Buyruq blok menda bo'lsa. Salom Jirox, men seni nima qilayotganingni ko'rdim va sen yoningga yordam berish uchun keldim. Men qattiq sendan xafa bo'ldim. Iltimos, meni kechiring. Menga yana bitta imkon bering. Sen meni qattiq xafa qilding. O'sha payt sen tanlagan kunim hamma skeletlar seni tanlagan edi. Shuningdek, men ham tanlagan edi. Hamma seni yaxshi qilgan edi. Lekin sen meni umidimni so'ndirding. Qaytadan senga buyruq blogini berishimni xohlasanmi? Mayli, ol. Lekin qaytib bunday ish qilma. Tushundingmi, Jirox? Yaxshi, shu gapingizga bulbulcham deyapsiz. Men hali o'z skeletlarni o'ldiraman. Sen meni qamoqxonamdan qanday chiqding, Jirox? Men seni endi o'ldiraman. Senga bu po'xuy emasmi? Lekin men seni o'ldiraman. Men senga